Assalomu alaykum bizning YouTube tarmog'ida muntazam kuzatib boruvchi obunachilarimiz, akalar ko'rishinglar mumkin. Mana bu ishimizni biz Farg'ona viloyati Quva tumanida ish faoliyatimizni boshlagan edik. Hozirda tashqari shapkamiz, darvozaxonamiz, ichkari shapkamiz ajoyib ko'rinishga ega bo'lib chiqdi. Hozir sizlar akalar ichkari shapkamizni ko'rib turmoqdasizlar. Ichkari shapkamizga biz 90 gradusli kasetamizdan foydalandik. Navoiy kandillari bilan choksiz tanlovlarni ham o'rnatib qo'yib ketganmiz. Mana bu gulimiz o'zi aslida mokriy bo'lasdi. Uyda egasini xohishiga ko'ra oq qilib beringlar, alkafon fasonga o'xshasin degani uchun oq qilib berdik bu yerlarini ham. Darvozaxonamizni ham biz alkafon stilda qilib berganmiz. Akalar ko'rishinglar mumkin. Darvozaxonamizni chaklariga xudo xolasa alkafon fasonga o'xshab, alkafonga o'xshab chiqqan burchalar akalar. Hech qanaqa tunikafonimizda vanna yo'q akalar. Agar kimga mana shunaqa sifatli tunikafon xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol o'tib bog'lanishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar yaxshi o'tsin.